Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimiz Faberlic kompaniyasidagi mahsulotlar 7-katalog bo'yicha 4-maydan 24-maygacha amal qiladi. Kim shu katalogda registratsiya bo'lsa, Rossiya va Tojikiston territoriyasiga mana shunaqa sovg'alar keladi. O'zbekiston territoriyasida kim zakaz beradigan bo'lsa, sovg'alarimiz boshqacha ekan. Kim O'zbekiston territoriyasida zakaz qiladigan bo'lsa, mana shunaqa sovg'a olar ekan. 24-maygacha kim registratsiya bo'lib obuna bo'lsa, O'zbekistonda yoki murskoy yoki женский uma filechi portofino yoki donna filechi portofino atirini sovg'aga olar ekan. Kimki Tojikistondan yoki Rossiyadan registratsiya bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa kollagen O2 Nimnoy va krem для век va beauty kollagen olar ekan. Kamgina sovg'alari boshqacha ekan. Hozirgi yangi katalogimiz 25-maydan 8-katalog 14-iyungacha amal qilar ekan. Mana yangi katalog keldi bizga. Mana shunaqa sovg'alar kim registratsiyadan o'tsa, mana shunaqa varishka, Greenlydan multiachistитель va gel idish yuvish uchun gel sovg'aga kelar ekan. Mana shu shaglarini, shartlarini bajarsa. Tak. Mana shunaqa zakazimiz kelgan. Bu chekimiz, shunaqa uzun chek. Ostlarga bitta aytib o'taman. Bizda katalogda yana aksiya edi. Mana shunaqa 4 ta olasiz. 5-sovg'aga keladigan aksiya edi. Tak mana. Shunda men mana ikkita земляничный gel dush aytganman. Artikuli 20005. Hidi rosa ham приятный. Cho'milganingizda shunday zemlyanikani qulpnoy hidi kelib turadi. Shirin hidli. Va shunaqa trenddagi черный men shampunimizdan aytganman. To'kilishga qarshi 319 artikuli. Bundan ikkita, mana 4 ta bo'ldi. Va 5-sovg'amiz aloe shampuni kelgan. Vastanam tiklab beradi sochlarini. 29-15 artikuli mana 5-sovg'aga. Shunaqa aksiyalardan yana bittasi. Qizlar foydalanib, ulgurib zakaz qilib olinglar. Mana shu katalog 7-katalogda bu amal qiladi. Shunaqa Glam Color pomadalaridan hozir mana shunaqa rangi to'qrog'imi? Ochroq, bu to'qroq ekan. Hozir aytaman artikulini. Tak. Qaranglar. 476 ekan. Hozir kamgina ochib ko'rsataman rangini. Hop. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli pomada ekan. Voy. Mana o'chirmay, mana shu. Mana. Ikkita olasiz bu pomadalarni ham. 3-si sovg'aga kelar ekan. Mana ikkita rang bir xil aytganman. Juda ham nejniy ko'rindi. Bittasini o'zim mana shu rangini o'zim ishlataman. Ikkitasini sotib olaman. Mana qaranglar, qanaqa nejniy rozовый цвет. Menimcha labim bilan bir xil bo'lib turishini xohladim. Hozir shunaqa pomadalar bogатый ko'rsatyapti. Lablari shunaqa как будто dutый qilib ishirib chiroyli ko'rsatyapti. Mana ikkita olamiz shu pomadadan ham va 3-sovg'aga keladi. Mana nejniy pushti rangini artikuli 41867 ekan. Tak, hozir katalogimizda shunaqa aksiya edi. Kuponlik 50% skidkada kuponga narsa xarid qilish mumkin edi. Hozirlarga ko'rsataman. Mana shunaqa aksiyada 6-katalogda biz kupon yiqqandik. Shunaqa kuponlarimni hozir 5-6 ta kuponim bor edi. Shundan men 3 ta narsa xarid qildim. Mana shunaqa leto kremidan SPF 30 детскийdan zakaz qildim. Bolajonlarim uchun 12084 artikuli. Shundan bitta arzon 50% skidkada keldi va shunaqa ekspert sivoritkani anchadan beri olaman deb yurdim. O'tgan safargi videolarda sizlarga ko'rsatuvdim. Nima edi? Kurkuma seriyasidan sivoritkam tugagandi. Mana hozir boshqa sivoritka aytdim o'zimga. Ekspertdan aloe va gialuronka. Aloe va gialuronoviy kislota 3%lik. Mana shunaqa sivoritka keldi. Tak, buning paketi bormi-ku yo'qmi? Eshitmas yo'q mana. Mana ochilar ekan mana. Shunaqa sivoritka kelgan. Voy. Artikulini aytdim. Tak, 14017 artikuli.
Mana bu ham yana bitta mahsulot 3 ta narsa aytdim bu safar. Mana shunaqa ko'z uchun choy aytdim sizlarga chevarman deb. Shuning uchun ko'zlarim ko'p tikilib ishlaganim uchun o'zim ko'zimga shunaqa aytib yuboray deb 15889 artikul ekan ko'z uchun. Ko'zni tiklash emas, shunchaki yaxshilab berish uchun shunaqa choy aytdim. Bundan keyin bitta zakazimiz X2X lasher multi lashes tushimiz kelgan. Bu zakazga kelgan. Tak 50-87 artikuli. Tak 25 mingdan keladi bu tush. Keyin четверг kuni, payshanba kuni shunaqa aksiyalar bo'lib o'tgandi. O'sha aksiyalardan mana shunaqa 4 ta narsa xarid qildim. Bu sprey hojatxonalarimizga, uylarimiz hozir yozgi kunda hidlar приятный bo'lib turishi, hammomlarimizga ham sepib qo'ysak bo'ladi. Bittasi roza va sandal, hidi rosa zo'r ekan, atirgulli hidi shunday kelib turar ekan. 343 artikul ekan. Skidkada keldi. Payshanba kuni soat 2 dan 6 gacha shunaqa zakaz qilsalaring, shunaqa skidkada deb kelgani uchun shundan zakaz qilib oldim. 342 artikul kashmir va magnoliya hidligi ikkita va shunaqa qo'l sovunlari ham kelgan, karamel va vanil. Buni artikuli 30226 va kokos va orxideya hidligisi 30229. Mana shular hammasi aksiyada, payshanba kungi aksiyada 4 ta narsa zakaz qilib oldim. Katalog bo'yicha 2 ta olasiz va maxsus rang narxda keladi degan aksiyamizda mana shunaqa storydan murdan intimni gel va gel yadusha zakaz qilganman. Intimni gelimiz artikuli 3585 artikuli va gel yadushamiz artikuli 3586. Xohlasangiz 2 ta intimni gel oling, xohlasangiz 2 ta gel yadusha oling, xohlasangiz boshqa mahsulot storydan murdan boshqa narsalarni zakaz qiling, lekin maxsus narxda keladi, skidka narxida degani uchun mana shundan ham zakaz qildim. Keyin mana shunaqa ko'p marta zakaz qilgan pudramiz. Bu hit продаж bo'lsa kerak, rosa ko'p zakaz qilishadi mana shunaqa pudradan ham. Hozir где-то anchagina farqli pul arzonroq kelyapti ekan. Shuning uchun klientlarimiz arzon kelganda zakaz qilib olaylik deb shunaqa pudra zakaz qilishdi. Mana shunaqa. Ko'pchilik hozir asal arzonroq chiqqan avvalgi kataloglardan ko'ra 60-39 artikuli mana bundan 2 ta kelgan pudramizdan. Yana idish yuvishimiz uchun mana shunaqa maxsus lattacha kelgan. Salfetka двухсторонняя для мытья посуды. Buni ochib ko'ramiz hozir. Ko'rsatmaslarga. Idish yuvishimga nimam уже yaxshi emas bo'lib ketibdi. Mana bir tomoni qaranglar qanaqa. Bir tomoni shunaqa yumshoqqina, bir tomoni ignachalari bor ekan. Shunaqa latta kelgan. Idish yuvish uchun zakaz qildim. Ko'pchilik rosa ancha muddatga yetar ekan deb aytayapti. Shuning uchun zakaz qilib oldim. 17 tasi birda ekspertdan krem sprey sochlarimiz uchun sirliq qilib, chiroyli qilib berar ekan. Sochlaring tiniqqina, chiganlari yoyilib beradi. Fe'llardan himoya qiladi, issiq havodan. O'zi ko'p narsalardan himoya qilib beradi mashq sprey ham. Bu ham zakaz kelgan. Keyin mana yana buni narxi skidkada bo'lmagan holatda o'z asli narxida kelgan energiya любви, vishnya va vanil hidlik, vishnalik parfumированный gellarimiz bor, sovunlarimiz bor. Ashni hididan keladi. Kim ishlatib ko'rgan bo'lsa biladi. Energiya любви yangi chiqqan hozirgi spreyimiz 30585 artikul ekan. Mana yana sprey. Hozirgi mana spreylar zo'r ketyapti. Hozir energetik tabak и vanil ekan. Tak 30588 ekan artikuli. Buni hidini hidlab ko'rmagan ekanman, lekin biz ko'ramiz. Yaxshi tabak hidi yaqqonroq bilinar ekan vanilga qaraganda. Tak, keyin mana shunaqa sprey kelgan, 8-element murskoy. O'tgan safargi zakazimizda bor edi. Haqiqiy erkaklar uchun zo'r hidi, приятный. Kim 8-element zakaz qiladigan ashaddiy muxlislari bo'lsa, ishlatishlari mumkin. 8-element artikuli 3603. Tak, Tinskindan o'tgan safar o'zimga zakaz qo'ydim. Bu safar klientga zakaz qilganmiz. Haqiqatan zo'r qilib berar ekan. 12071.
o'zim yuvib ko'rganimdan keyin bildim. Hidi unchalik yoqmadi-yu, lekin misol yangi chiqqan ugrichalarimni narx nechalari quritib berar ekan. Ichida salitsilовый kislotasi bilan aloesi bor, shuning uchun quritib berar ekan. Aydeodan shunaqa dezodorant kelgan, 48 soat himoya qilib beradi. 6800 artikuli. Hidi приятный buni ham. Hidi yaxshi, buni hidlab ko'rganman, yaxshi hidi. Va oxirgi zakazimiz shekilli, zakazlarimiz qolmadi shekilli. Mana shu Leto SPF kelgan. SPF hozir ko'pchilik olyapti. 12081 artikuli. Bu ham kuponga 50% skidkada kelgan qizlar. Shuning uchun 50% lik kuponlaring bo'lsa, shunaqa narsalarga olsalaring bo'ladi. Ayniqsa kremlar ko'proq yaxshi arzon narxda keladi. Shuning uchun mana 3 ta narsa bu kelgan kuponga. Bu kelgan bitta sivorotkamiz va mana shu choyimiz. Choyimizda uncha skidkamiz uncha bilinmaydi. Где-то 2-3 minglik arzonroq kelgan, lekin mana ularda anchagacha arzon tushgan. Где-то 10 mingdan oshiq foyda bo'lgan. Mana shu narsalardan skidkada xarid qilganimiz uchun, shu kupondan olganimiz uchun. Qizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bor obzorimiz shundan iborat edi. Kommentariya qoldiringlar, obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar qizlar, qiyin emas. Shunaqa videolarni olib turaman sizlar uchun. Narxlarini aytish kerak bo'lsa narxlarini aytaman yoki mana shu yangi katalogimizni mana shunisini yo 7-chi yo bu 8 ekan, bu 8-chi yo 7-chi katalogi skidka narxlarini yoki prosta obzor qilib bering desalaring, qizlar obzor qilib beraman. Yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar.